Meni fake accountlarim yomon ko'payib ketdi Instagramda, ko'ryapsizlarmi? Tohirov deb yozsanglar, raqamlar ketma-ket, men cheksizdi ham o'sha bittasi olibdi. Undan keyingisi mana shu error degan yozuv chiqib qolyapti. Tohirov deb nich qo'yaman desanglar, hammasi opaddan o'gay nevaralari, opaddan rahmatli bilmagan ham bo'lsa kerak bir paytlar. Bunaqa haligi o'gay nevaralari ko'payib ketishini. Va galishga oldim yaxshi, bilinib tursin originalligim deb turib. Bo'lmasa bo'lmay qoldi. Galishga olmasdan oldin bitta oshnam yozyapti. Oshna bitta fake impul so'rab yozuvdi, sen emasligingni bilib qoldim deydi. Qayerdan bilib qolding desam, xuddi senga o'xshab yozdi. Oshna ahchadan jicha problema bo'lyapti. Bo'lsa berib turing, iltimos deb yozdi. Bilasanmi qayerdan bildim? Qayerdan desam, iltimos deb yozganidan deydi. Va bunday podpischi soniga qarasang, uniki kamroq, meniki ko'proq bo'ladi-yu, ashuni ishlatgin kelmadim desam, "Voy, men o'zim istoporlik qobiliyatim bekor ishlatibman" deb. Tushunyapsizlar, miyada meni oldimga kelguncha o'zini Sherlock Holmesga tenglashtirgan u bola. Miyani ishlashini qarang. Nimaga shunaqa bolalar borligida va shu haliginaqa eksperimentlar chichqon quyonlarda boshida bo'lyapti-kin deyman-da shu.